Bolani gapini bo'lishlik qanaqa oqibatlarga olib keladi? Hop, bolani gapini agar siz bo'layotgan bo'lsangiz, bu narsaga tayyor turingki, katta bo'lganda ham juda ko'pchilik, ya'ni hamma uni gapini bo'ladi. Ya'ni bu nimaga bo'ladi domla? Bola agar sizga gapini gapira olmayaptimi, ya'ni ota-onasiga gapini gapira olmayaptimi, hayotda ommaga gapini umuman gapirib bera olmaydi. Ommaga gapini gapirib berishni xohlasangiz, siz bolani gapini sabr bilan eshitishingiz kerak. To'g'ri, bola ko'p gapiradi va ma'nosiz gaplarni ko'p gapiradi yoshligida. O'sha holatda sizning vazifangiz nima bo'ladi? Bolani xotirjam eshitib, unga to'g'ri yo'nalish berish bo'ladi. Gapini bo'lmaysiz, gapni oxirigacha gapirib bo'ladi-da, nimadir holatni tushuntirib beryapti. O'sha holatni tushuntirguncha sabr qilasiz-da, keyin aytasiz. Bolam bu holatda mana bunaqa holatda tushuntirib bersang ham, gaping chiroyliroq bo'ladi deysiz. Sekin trenirovkalarning orqasida bola sal misol uchun maktab yoshiga chiqdi, maktabga chiqdi, yoshi katta bo'ldi, maktabni bitirdi. Bemalol o'rtoqlariga ham gapini gapirib o'tkaza oladi, bemalol hayotda qiynalmaydi. Odamni bitta nimasi bor, o'zini gapini gapirib ko'chaga o'tkazish juda ham katta talant bu. Bu narsani yoshligida eshitilingan bolaligini qila oladi. Eshitilmagan bolalar qila olmaydi.